Assalomu alaykum aziz obunachilar, yaxshimisizlar? Mana Xudo xolasa obunachilarim 100 tadan ham o'tdi. 100 mingga ozgina qoldi, Xudo xolasa. 100 tasi yig'ildi, qolgani ham yig'ilib qolar birar yil ichida. Yaxshi niyat yarim mol. Xullas, obuna bo'lmagan insonlar ko'rayotgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yishingizni tavsiya qilaman. Kanalimda foydali narsalar chiqaraman iloji boricha. İnsanlar uchun manfaati tegadi deb o'ylayman. Xullas, bugungi mavzuyimiz 4 video chiqarmoqchiman, 4 ta doktorlar haqida, umumiy meditsina haqida. Misol uchun, o'zimda bo'lgan voqea, farzandim 1,5-2 yoshida, 1,5 yoshlarida uyqusizligidan, kam uxlashidan biz shikoyat bilan o'zim Andijondanman. Andijondagi Zelený most degan joyda poliklinika bor, hokimiyat yonida. Zelený mostdagi hokimiyat yonida poliklinika bor. Shu yerda bir Nafosat degan nevropatologmi bilmayman, shu doktorga olib bordik. Endi meni onam olib bordi. Shuni yaqin bo'lgani uchun bizga. Xullas, apparatiga tushirdi, boshiga bir narsalar kiygizdida farzandimni. Uxlatib, ukol dori, uxlatadigan dori bilan uxlatib turib, shu apparatga tushirib, tekshirib, Fenibut va benzanol degan dorilar yozib berdi. Oldik, xullas, uni uzoq ichasizlar dedi, bir 6 oymi, 1 yilmi dedi, xullas. Olib ichkizishni boshlashdi. Men o'zim chet elga chiqib ketdim ishlagani, dorilarni olib berib. Endi farzandimga shu kerakdir deb o'ylaganman. Tibbiy savodxonligimiz yo'q. 5-6 oydan keyin qaytib kelsam uyga, bolam mana oyog'i bunday qilib bukib yuradigan bo'lib qolibdi. Oyog'ini bukib yuryapti. Bu nimaga unaqa qilib yuryapti? Oyog'ini tikka qila olmayapti-ku dedim. Deb keyin yechintirib ko'rdim. O'zi farzandim irsiyat, men ham ozg'inman, hozir 36 yoshdaman. Ozg'inman, onasi ham ozg'in, hatto men dadam ham ozg'in. Onam ham semirib ketmagan, ozg'inmiz, hammamiz nozikmiz tabiatan. U tabiiy noziklik boshqa. U meni o'g'limniki juda ham bir iljirab ketganga o'xshaydi-da. Hali Afrikani och qo'ygan bolalari bor-ku, masalan, Afrikalarda ochlikdan qiynalib ozib ketgan bolalarga o'xshab qolibdi. Yechindi, bu tepasini yechdi, oyoqlarini yechdi, ingichka yumshab ketganda poy degan narsa yo'qdi. Voy bu dedim. Nima bunaqa qilib ketgan bu bola dedim. 3-4 kun qarab o'ylanaverdim bolaga qarab. Keyin borganimdan keyin 3-4 kunmi, bir haftami o'tgandan keyin bolani ichi ketishni boshladi, xullas kasal bo'lishni boshladi. Keyin boshqa vrachga olib bordim. Paytuqqa o'tdik. U vrach ko'rib turib, tekshirib, analiz qilib, 6 bo'lib qolibdi qoni dedi. Nimcha bu bolani nima qildinglar dedi. Yo'q-da, shunaqa, shu dori ichkizyapmiz deb benzanol va Fenibut shularni aytgan edik. Bu psixotrop dedi. Nimaga kerak bu? Nima bo'ladi bu bolaga dedi. Hayron bo'lyapti haligi doktor. Endi biz tibbiy savodxonlik tushunmaymiz. Doktor yozib bergan, yo'q kerak emas dedi, to'xtatinglar dedi. Mana 2 ta vitamin yozib berdi, bitta quvvat ukolmi, qon ukolini yozdi. Keyin yana nima yozasiz desam, ozgina narsa yozib berdi. Yana nima yozasiz desam, yo'q kerak emas dedi. Sho'rvalar qilib, go'shtlar bilan go'shtlik qilib ovqatlab berib, sho'rvaga non to'rg'ab yeversin dedi. O'zi yaxshi bo'lib ketadi dedi. Keyin yana benzanolni istab men, u benzanolni u doktor taqiqlamadi.
Hayron bo'ldi xolos. Endi men yana tugab qoldi, endi uzoqroq ishkizish kerak degan deb aptekaga kirsam, bitta aptekada psixobolnitsada, jinni bolnitsada ruhiy kasallar bolnitsasida ishlaydigan bitta opa, nima qilasiz, kimga u deydi. O'g'limga shunaqa 1 yosh, 1,5 yosh desam, ruhiy kasalmi dedi. U kuchli dorilar, psixotrop dorilar bu dedi. Kim yozdi sizga deb qattiq turib nima qildi. Bolangizni xarob qilib tashlaysiz dedi. Yo'q, o'zi xarob bo'ldi, ichkizmang boshqa dedi. Deganida keyin to'xtatdik. Shundan keyin bolam vitaminlar olib berdim. 1 hafta, 2 haftada o'ziga kelishni boshladi. 1-2 oyda yana muskullari joyiga sal qaytib, yaxshi bo'lib qoldi. Qonlari ham ko'tarildi. Nima demoqchiman men? Mana shu videoni tarqatib qo'yinglar. Mana meni ko'rayotganlar ichida o'zim mahallamdan, shu Zelnomostdan ham odamlar bo'lishi mumkin. O'sha Nafosat degan doktorga olib borib, apparatiga boshimni tushirib, bu jinni ekan, bu bunaqa ekan, qanaqadir kasalliklarni o'ylab topib aytsa, bu ilmiy asoslab bir narsaga bog'lab o'zicha bir dorilar yozadi u xotin. Bolangizni shunchaki tinchlantira olmasdan olib kelib psixotrop moddalar beravermang, narkotik singari. Bolani ham qonini kamaytirar ekan u. Yo, bu dori qonini kamaytiradi deb qon ko'paytiradigan dori yozib bermabdi. Yoki biz bilmabmiz uni psixotropligini. Psixotrop bo'lganda biz uni injirligiga uxlamasligiga chidagan bo'lardik. Mana chidayapmiz, keyingilariga unaqa narsalar olmadik. Xolos, hozirgi zamonda sal aqlliroq bo'lmasangiz yutkizib qo'yadigan zamon keldi-da. Aqllilar sizni aldab ketaveradi.